Assalomu alaykum obunachilar, mana dorozalarimizni o'rnatib bo'ldik. Kimga shunaqangi dorozalar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Ishlari 2 yillik listda. Qo'ng'iz ta'lim mana. Bir-birimiz tushib qolmagan. Andijon shahriga o'rnatdik. Kimga shunaqangi dorozalar kerak bo'lsa, kvadratlari kelishgan holatda duvoynoy ishlarimiz. Zamoklar subur zamok. Glazoklari обязательно qo'yilgan. Eshiklarimizda rezinkalar mavjud. Rezinkalarni qo'yganmiz. Mana shaharchaga o'rnatganimiz uchun zanjirlarga o'rnatib qo'ydik. Muhimi ochganda yerdan chaqiraveradi bemalol. Shaharchada uyingizga bostirib kiravermaydi. Yana zanjirni chiqarib qo'yib, bemalol ochib kirib chiqilaveradi. Kimga shunaqangi dorozalar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Joniga mana gultlarni chiqarganmiz. Gultlari ham keltirgan holda har xil holatlar bor. Qaysi holatda masalan chiqarib beraveramiz gultlarni ham, tepalari ham chiqqan, yonlari 40 dan, tepasini 50 dan qilganmiz. Gultlar lazer fasonda, lazerda o'ydirib qilganmiz, duvoynoy. Ishlar duvoynoy, qo'lni qalini 2 likda hamma joyi 2 liklis. Kimga shunaqangi dorozalar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Hurmatli obunachilar, обязательно like tayamanglar, like bosib qo'yinglar.